Qandaq degan gap bu? Bugun tomoqni akilamsiz yoki men oldingizga berib akilamdim? Odamning nervisini o'rlitib. Mana, tamoqingizni olib keldim, hozirlab chiqib beray, birdan saqlab turing, ha? Hov tutilganda kelib put og'rib ketdi. Voyjon. Voy, cho'ng opaning bo'ldingiz. Voy, men hov tutilgan kel yomg'ir yog'amda nima putim pek og'rib ketdi qizim. Aslida revmatizm batdi. Cho'ng opa bek cho'ng chatoq yo'qdi, ha? Pek og'rib ketdi. Cho'ng men sizni olib qo'yay. Voy, Turing. voyjon. Voy, Astaning. Astaning. voyjon. Hey. Ay, qo'rqma. Men sizni hech nima qilmayman. Ma divanning limon gazli ichimlikini ichsam, tomoq singdirdi. Yo'q. Mashina bilan yana? Elang. Yavring, ha? Xonim sat bo'ldi. Men tamoqingizni olib kelib, dayyorning oldiga kelganda to'kilib ketgandi. Shunga men qaytadan birini olib beray bo'lamdi. Bo'ldi, avar bo'lmang. Kechiring sat bo'ldi. Agar ma'qul ko'rsangiz men qaytadan bir qacha tomoq olib beray. Bay sizga tomoq buyurgandim, hech uyga chiqib bo'lmadingiz. Pastga tushib qarasam, siz av momayni yulab, o'ltirg'izib qo'yg'il turibsiz. Shuning bilan av sargardan tomoqni ep ketib, yegil turdi. Men to'lab beray. Bo'ldi, hech qisi yo'q. Men o'roqlamoqchi edim. Mushu bahanada tomoq yemay turay. Hey, isit. Yana jarimani yeydigan bo'ldim-da. Hurmak quyoshdan oldi bahir nurliq dil birdilg'a Hada. Rahmat sizga. Buni iching. Bu menga rahmat demasangizmi bo'ladi. Bunichi o'zimning oq ko'ngilligimga berilgan mukofot deb tushuning. Jimi? Rahmat sizga. chaynakmi bosh egar piyolalarga mehrlik insonda bo'lmaydi gibi Cho'ng chaynak bosh egar piyolalarga mehrlik insonda bo'lmaydi gibi